Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari hamda kanalda birinchi bor kuzatib turganlar, hammalarga xayrli tong. Uy sharoitida ilon boqish haqidagi videorolikimiz davom etadi. Ilon baliq lichinkalarini oziqlantirish haqida qisqacha videorolik olishga harakat qilaman. Imkon boricha qo'ldan kelgancha videolar manfaatli bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar akalar. Bu yangi so'yilgan hayvonning qoni akalar. Qancha keraksa, mana shu yetsa kerak bugunga. Mana shu ham ko'p ham bismillah. Lekin xatir qo'yaylik. Suvda aynitmaymi deydigan obunachilarimiz uchun suv uncha-munchaga aynimasa kerak. Sababiga qon hech qancha maydonga tarqamaydi-da. Ham hovuzimizda ham dafna bor. Dafnaga ham ozuqa bo'ladi. Ham baliqchalarimizni, lichinkalarimizni hazm qilishi oson. Yemish yeyishiga ham oson. Suv bilan birga kirib ketadi. Qani kelarmikan endi? Kuzatib turaylikchi. Ertalabda hali suv sovuq endi. Qani harakatlanyapti o'sha tarafga qarab. Oziqani topdi. Voy, tashlanyapti. Mazzasiga tushdi inshaalloh. Zo'r yeydi ekan akalar. Zo'r yeydi ekan. Aynalib qaytib kelaveradi endi. Quyin kelyapti, katta partiyasi kelyapti. Quyin. Ya bismillah. Mashinam ko'rakchi. Nima bo'lar ekan? Qattiq yeyapti boru. Yeganda ham o'ta qattiq yeyapti, yopishib yeyapti, qaranglar. Tishi yo'q, yopishib uzib olaman deyapti. Voy mashalloh, ko'z tegmasin. Juda zo'r yeyapti akalar. Ko'z tegmasin. Tavsiya qilaman, kim boqaydigan bo'lsa uyda. Boqmoqchi bo'lganlarga ro'yxatlarga kiritib qo'yinglar mana shuni. Boshlang'ich ozuqa sifatida. Bularda endi hozir qolganini dafnaga ham ozgina mana shu suv joyini kuyib yuboramiz. Dafnalarimiz ham inshaalloh tez ko'payadi. Dafna nima o'zi bu deydiganlar uchun ko'rib turgan ko'rinamkan hozir. Saltik bir to'laychi. Qizil nuqtachalarning dafna. Dafna monia.
inshaalloh yaxshi ko'payadi. Yana ham tez ko'payadi. Baliqchalarimiz katta bo'lishiga bular ham ko'payib turadi, xudo xolasa. Bugungi video roligimiz qisqacha video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'lasizlar. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlardan so'ralayotgan narsa shu. Xayr salomat bo'linglar, tinch omon bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.